qadrli yurtdoshlar, mana bugun Andijon viloyati Asaka shahriga tashrif buyurganmiz. Bu yerga Buran modeldagi 20 kilovatli 200 kvadrat metr joyni isitish quvvatiga kotelimizni dostavka qilib yetkazib berdik. Xonadonimiz to'pli-pol bilan radiatorni qo'shib hisoblaganda jami 200 kvadrat metr. Komplektatsiyalar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kotelimiz avtomatikamiz, zrivniy klapnimiz, termodatchik hamda turbo ventilyatorimiz mavjud. Ularga bonus sifatida zavodimiz tomonidan shunaqangi tozalash uchun juda ham komfortli bo'lgan instrumentlar albatta qo'shib beriladi. Kimga shunaqangi komfortli, ekonomichniy hamda yoqish uchun juda ham qulay bo'lgan kotellar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, quyidagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Hamda Instagram sahifamizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaysizlar.